Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, musofir shahriga ketmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizni ko'rib turibsizlar. O'zbekiston ikkita reysimiz bugunga bo'lib o'tmoqda. 16-iyun 2025-yil mana vatandoshlar Rossiya davlatiga avtobusimiz chiqib boradi. Haftada 4 marotaba dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlariga reyslarimiz bo'lib o'tmoqda. 17:00 da va 19:00 da pasatka joylari bo'lib o'tadi. Vatandoshlar adashib qolmanglar. Ekranda kassa nomerlarimizni qoldirib qo'yganmiz. Iloji boricha kassadan kelib biletingizni xarid qiling. Bu shahar avtovokzaldan boshqa joylarga, pasrening mashinalarga aldanib qolmanglar. Borib pasportinglarni topshirib, kassasi bo'lmaguncha bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, qaysi shaharga ketmoqchisiz, ikkita Yutong avtobusimiz mana birdaniga kirib kelgan. Aloqaga chiqib O'zbekiston nomerida ko'rib turibsizlar, unisi ham, bunisi ham. Bemalol ishonchli, sifatli nomerlarda Rossiya davlatiga Moskva, Kazan, Krasnodar, Ufa, Perm yo'nalishlariga, Yekaterinburg, Chelyabinsk yo'nalishlariga haftada 4 marotaba shu shaharlarga reyslarimiz bo'lib o'tmoqda. Avtobusimizda 51 ta mesta, konditsioner zaryadka qiluvchi portlarimiz, hamma sharoitlarga ega avtobusimiz. Bemalol aloqaga chiqib, onlayn tarzda mestangizni bir kun oldin onlayn tarzda bron qilib qo'ying. Har bitta odamimizga 50 kiloga chuklarimiz poложено. Joylarimiz chegaralangan, sog' bo'linglar.